Vau. Mashta ko'rayotganinglarning hammasi sizlarga nech pulga tushishini aytsam, hozir maziyla qochib qoladi. Narxini aytishdan avval bu yoqda nimalar borligini aytaman. Xo'sh, bizda bu yoqda 4 ta katta gamburgerlar, 4 ta Pepsi va 4 ta kartoshka free. Mana shu hammasining narxi nech pul deb o'ylaysizlar? 200 ming emas, 170 ming emas, 150 ming emas, 120 ming emas. Attiga 93 ming so'm. Dastavkasi ham tekin, uyingizgacha olib kelib berishadi. Hozir qanaqa qilib shunaqa buyurtma qilishni o'rgataman. Buning uchun Yandex Go ilovasiga kirib, YEDA bo'limiga kiramiz. U yoqdan Evos'ni topamiz. U yoqdan Yandex Combo Double Burgerni topamiz. Va mana shu kombodan 2 porsiya tanlaysizlar. Ko'rayotganinglarda narxi hali ham qimmatroq. Lekin buyurtma berishdan avval pastga tushganinglarda promokod degan joyi bor. O'sha joyiga men ko'rsatayotgan promokodni kiritasizlar. Ko'rayotganinglarda narxi 93 ming so'mga tushdi, dastavkasi ham tekin, uyingizgacha olib kelib berishadi. Eslatib o'taman, bu aksiya faqat birinchi buyurtmaga ishlaydi. Ya'ni avval umuman buyurtma qilinmagan bo'lishi kerak, o'shanda o'xshaydi. Lekin agar sizlarda buyurtma qilin bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar, balki ularda hali buyurtma qilinmagandir.